Я пришла. Nimaga? Chiroyli qo'yibdi-yu. Nima Gulbuzagam? Bugun tug'ilgan kuningiz? Для нас все подготовили. Еще вход не открыли. Пока собираемся. Кола. Это место, где мы будем ждать, или родители, которые пришли раньше. Ленара болтает с кем-то. Мои, тоже мои. Видео! Видео! Мы сели. Наша группа. Вот там, там. Очками от души ботан. Ботаничка. Отсюда или оттуда? Как? Да, я нашла очки. Bugungi kun egalari, aziz yoshlar. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, hurmatli ota-onalar. ISFT jamoasi barchangizga xush kelibsiz deyishga ijozat bergaysiz. Sizlar bilan mana shunday go'zal jazirama yoz faslining fayzli kunlarining birida ISFT institutining ilk yuklov marosimida diydorlashtirganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Va delegatsiya a'zolari tayyor. Shunday ekan ularni takliflaringiz sadolari ostida ularni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Va bu qatorda aynan ISFT instituti o'zining mazkur faktlarni bejiz keltirgani yo'q azizlar, chunki bilamizki yana bir bor tabriklab, o'z oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishishga barchangizga sihat salomatlik, baxt saodat, omad va zafarlar tilayman. Ushbu unutilmas kun bilan samimiy muborakbod etaman. biz esa tadbirimizni davom ettiramiz azizlar. Bugun mana shu davrada barchamizni jamlagan ISFT institutining qobiliyatlar qadrlanadigan, har bir yosh yurakda ishonch uyg'onadigan makon. 2016-2017 har qanday buyuk yo'l bir g'oyadan boshlanadi. ISFT ham aynan ta'limga yangicha nafas olib kiradigan
zamonaviy bilimlarni yetkazadigan muassasa sifatida shakllanishga kirishdi. 2018 bu yil ISFT shakllanayotgan muassasada faoliyat olib borayotgan dastlabki qadamlar, talabalar bilan ilk uchrashuvlar, ilk darslar, ilk tarix yozila boshladi. 2019 kichik ammo muhim orzuyimizga erishdik. Keng ko'lamda talabalarimizga ta'lim muhitini yaratib bera oladigan binoda ISFT ruhiyati shakllandi. Sharoit og'ir edi, ammo maqsad buyuk: ta'lim, izlanish va o'sishdan to'xtamaslik. 2020 yangi marralarga erishish maqsadida binomizni rekonstruksiya qilishga tushdik. 2021 treninglar, seminarlar, ustozlar va talabalar o'rtasidagi jonli muloqot, hammasi ta'lim muhitini mustahkamladi. Bu yil ISFT o'zining rasmiy litsenziyasini qo'lga kiritdi. Bu biz uchun yangi bosqich, yangi imkoniyatlar eshigi edi. 2022 talabalarimizga yanada yaxshiroq sharoit yaratish, ularga zarur bo'lgan barcha qulayliklarni yetkazish maqsadida Toshkent shahrida kengayib boshladik va 3 ta binomizga ega bo'ldik. 2023 ISFT chegaralarini kengaytirdi. Samarqandda bo'lib o'tgan sammitda ishtirok etish orqali biz yangi hamkorliklar sari qadam qo'ydik. O'zgarayotgan zamonda barqaror rivojlanish yo'lidan bordik. 2024 shu yilning o'zida boshqa viloyatlarda istiqomat qiluvchi, bizning ta'lim muassasamizga qiziqish bildirgan talabalarimiz uchun Samarqand va Andijon shaharlarida jamiki qulayliklarga ega bo'lgan binolarimizni tashkil qildik. Konferensiyalar, forumlar, xalqaro akkreditatsiyalar, ISFT endi respublika miqyosidan tashqariga chiqdi. Mehnatlarimiz mevasini ko'ra boshladik va bu yil biz yil brendi nominatsiyasini qo'lga kiritdik. 2025 bugun mana shu mavsumda biz ilk qaldirg'ochlarimizni, ISFTning faxrli bitiruvchilarini kuzatmoqdamiz. Sizlar bizning mehnatimizning, fidoyiligimizning, orzularimizning amaldagi natijasisiz. Sizlar kelajak yo'lini ochadigan, jamiyatni o'zgartiradigan liderlarsiz. ISFT bu biz bilan boshlangan, siz bilan davom etadigan tarix. insonlarsiz va albatta 4 yil ichidagi barcha xotiralarni bir rolikka sig'dirish oson emas, lekin eng asosiylari sizning qalbingizda. Hurmatli talabalar, endi sizlar talabalar emansizlar. Bu o'tmish paytlar uzr kichkinalashtirdim sizlarni. Endi katta mutaxassislar, endi yangi hayotga birinchi qadamlarni bosyapsizlar. Bu juda ham go'zal bir vaqt. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat stipendiyasi sohibi Bo'rishev Boburga beriladi. Dina Farangiz Bonu
olinglar, bermalar. Olishdi ekan mana. Ben geçirsen, hiç geçirsen. Буквально каждый день видит новые виды. Авторы своим треком тратят многие часы. Не удивляй, то, что своими формами ты ее опять видишь на пятом вейке. Все не проебой вторую, и ладно. Садятся акапелла на ритме ладно. Это не рок-н-ролл, это не команда плюс. Я улыбаюсь, но и попробуем мой свежий джуз. Может кто-то в тему тоски, может аппетит аллергии. А хочет помешать звездное небо. А эта тема платья белого цвета. А может тебе философии не подать? Быть может тебе серенадочку сыграть? А может надо тебе фото в зале пафоса? Могу сказать про дороги и черного бамса. Ну что, если нет никаких проблем, я вырубаю серию, вас удовлетворяю. И ведем для тебя такие новости. Давай, двигай под этот бит.
sahnada O'zbekiston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan artistlar afsonaviy Sevdora guruhi.
устали. Очень Кушать даже, будем? конечно. Не обедали. Я обедала. Я не обедала. Наше любимое место. Ташкент-Сити. София. Просто снимай на А для где, знаешь, влога. вот эти вот коллажи выставили вот так, когда мы... Мой уставший вид. Сейчас Линару покажу. Уставший вид Линары. Голодные, как никто. Как слониха, наверное, да, Линара?